Kimde gemir bo'lsa hech ham qo'rqmani. Men bu kasallik bilan juda ko'p qiynaldim. İçlerim kotardı, rosa qiynalardim. Gemroyni o'ldirdiysa qochib yurardim, ag'da-bag'da. Hech ham unamasdim, qo'rqardim. 3-4 больницаlarga olib borgan, unamaganman. Ki oxiri shu Dilbaroga ishlab Dilbaroga boraylikchi dedim o'z xohishim bilan. O'g'illarim olib kelishdi. Kelishuvdi Minavarxonaga borakalla. Operatsiya qilamiz dedilar. Minavarxonaga keyin oldiniga rosa qo'rquvdim. Haqiqatdan ham qo'rqmaslik kerak ekan. Og'riqsiz, hech qanaqa bezovta bo'lmasdan olishdi. Bitta ham bilganim yo'q, sezmadim ham og'rig'i. Yengil bo'lib qoldim. Mana Xudoga shukr, 1 oy bo'ldi. Yaxshi natijalarim yaxshi. 30 yil bo'lgan ekan meniki boshlangan. 30 yildan bos azoblanib yurardim haqiqatdan ham. Ham o'zida, ham pokiza, qarashlari undan yaxshi, tillari bundan shirin, bir-birlari bilan yaxshi chiqishib, yaxshi nima qildim, davolandim. Imom aytdim yaqinlarimga, kelinglar deydim, qutulib olasizlar azoblardan. Men bunchalik bo'ladi deb hech ham o'ylamasdim. Bo'lmasam ertaroq oldirardi. Ilgari yoshligimizda qandoq o'shandoq bo'lar ekan. Xudoga behisob shukr.